Voy, issiqda qaranglar. Sayohat manzil emas, qulayliklardan boshlanadi. Avtovoz mas'uliyati cheklangan jamiyatda siz azizlarga Honda Starex avtomobillarini o'z xizmatlarini taklif qilib qoladi. Hoji aka, hoji opa, hoji bobo, hoji onalarimiz uchun eng qulay bo'lgan Honda Starex mana shunaqa qulay konditsionerlari, ichlari muzikali, salonlari kattagina mashinalarda siz azizlarga taklif qilib qolamiz. Turistlar guruhi, mehmonjonlaringiz uchun eng qulay, eng zo'r tanlov faqat bizda. Avtovoz mas'uliyati cheklangan jamiyatida 20 tadan oshiq mana shunaqa Honda Starex avtomobillarimiz bor. Qulayliklarga ega bo'lgan keng salon, konditsionerli, muzikali, ayniqsa profi shopirlarimiz bilan qulay manzilga qanday qilib yetib borib, mazza qilib sayohat qilishni bilmay qolasiz. Hamma qulayliklari ichida mujassam bo'lgan qizlarjonlar. Bu dinamik variantimiz. Yana bitta variantimiz bor. U kapitanskiy segmentida. Hozir keyingisida men sizlarga uni ko'rsataman. Monitorlarga ega bo'lgan, konditsionerlarga ega bo'lgan qulayliklarni qaranglar. Xohlasangiz yotib ketasizlar, mazza qilib uzoq yo'llarga, sayohatlarga shunaqa komfortniki, ayniqsa profi shopirlar bilan uxlab ketsangiz ham xijolat bo'lmasdan ketasizlar. Qani, Damas'da ketamiz, sayohatga, Chodakka, Podakka, Samarqand, Buxoroga deb turgan appalaringga, do'stlaringga hammasiga jo'natib qo'yinglar bu videoni. Nimaga deysizlarmi? Zavodskoy propanga ega bo'lgan kapitanskiy sideniya, ayniqsa orqa bagajlari shunaqa keng, xohlagan joylarga borsa, aeroportga ketyapsizlarmi? Bagajlaringizni bitta mashinani band qilmasin. Shunaqa turistlarning, mehmonlarning Tojikistondan qaysi mamlakatdan kelib turgan bo'lsa, vashi lyuks qulaylik, hamma narsadan ustun bilib qo'yinglar. Damas'da mashinalaringizda o'zlaring rulda charchab ketmasdan buni bagajlarini qaranglar. Bozorliklaringni, Chodak Podakkami, basseyn qaqadir damogan ketyapsizlarmi? Albatta pastdagi raqamlarga telefon qilib zakaz qilinglar, ishoninglar. Agar bironta sizlarni yoqtirmagan do'stlaring ilm olmoqchi bo'lsa, mana shu bagajga ham qo'yib yotqizib qo'yarasiz. Mana shuncha govdam gabaritim bilan barlarini qaranglar, narsalarini qo'yib qo'yib, mazza qilib ketasizlar. Yor-yorlarda aytib, mazzami? Ha, dugonajonlar, meni kuzatib turgan dugonalar. Mana shu raqamga telefon qilib, Damas'larda admin qilamiz-da, mana shu mashinalardan zakaz qilamiz. Qo'qonjonimizda yagona bo'lgan avtovoz mas'uliyati cheklangan jamiyatini mana shunaqa super popiski mashinalarni maslarga ilinib, Qo'qon va atrof tumanidagi mana aziz obunachilarim uchun ajoyib skidkalari ham bor. Pastdagi raqamlarga telefon qilib, to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Ha, aytgandek, sayohatga faqat qulaylik bilan, faqat avtovoz bilan.